Xotin erning quvonchi bo'lsa, er xotinning quvonchi bo'lsa. Domla, qada ekan unaqasi. Birodar, 20 yil bo'ldi yashaganingga, 30 yil bo'ldi yashaganingga. Demak, bir-biringni ko'zingni quvonchisan, bo'lmasam yashamas eding. Ha, kamchiliklari bor, onani qila olmaydi, manaqa peli bor. Xuddi shunga o'xshaganda senda ham bor. Sen kamchiliklarga ko'zingni yumib kechirib yashayotganingdek, ayoling ham shu narsalarga ko'zini yumib turib kechirib yashayapti. Demak, o'rtada hamdamlik bor. To'g'rimi, birodarlar? Bu Alloh taoloning mo'jizasi. Inson juft yashash kerak. Xotin erning quvonchi bo'lsa, er xotinning quvonchi bo'lsa. Domla, qada ekan unaqasi. Birodar, 20 yil bo'ldi yashaganingga, 30 yil bo'ldi yashaganingga. Demak, bir-biringni ko'zingni quvonchisan, bo'lmasam yashamas eding. Ha, kamchiliklari bor, onani qila olmaydi, manaqa peli bor. Xuddi shunga o'xshaganda senda ham bor. Sen kamchiliklarga ko'zingni yumib kechirib yashayotganingdek, ayoling ham shu narsalarga ko'zini yumib turib kechirib yashayapti. Demak, o'rtada hamdamlik bor. To'g'rimi, birodarlar? Bu Alloh taoloning mo'jizasi. Inson juft yashash kerak. Xotin erning quvonchi bo'lsa, er xotinning quvonchi bo'lsa.